Assalomu alaykum, qadrdonlar, sog'misizlar, salomatmisizlar? Xudo xolasa yangi ishlarimiz o'z joylariga o'rnadi. Bu yer manzili Marg'ilon, Farg'ona viloyati Marg'ilon shahrida bo'ldi. Xo'p, bu yerga ikkita eshik, ikkita rom qo'yib berganmiz. Xo'p, razmerlari bilan batafsil tushuntirib o'tamiz. Xo'p, bu tomondan boshlasak, romimizni eniga 1.25 bo'lgan, balandligi 1.60 sm bo'lgan. Xo'p, eshigimiz razmerlari 1.10 ga, balandligi 2.55 bo'lgan. Shu holatda oq rangda bir qavat oq ayni, taglar alkafon bo'lgan. Quyoshga chidamli bo'lishligi uchun. Xo'p, aynalar bir qavat oq ayni 20 lik patagonilari bilan bo'ldi. Bittadan ochilishi bo'lgan. Xo'p, eshiklarimiz ruchkalari termo ruchkalari bilan yengil holatda. Akfan o'zini 153 zamoglari hamma yo'q, xudo xolasa full holatda bo'lgan. Penalarni atido siqqan joylariga sepib berganmiz. Tepaga ichkaridan, tashqaridan sepib berdik. Xo'p, shu holatda bo'ldi. Ichkaridan bir qator ko'rsatib o'taman. Xo'p, ichkari ko'rinishlari, petlilar hamma yo'q. Xo'p, Akfan o'zidan xudo xolasa rezinkalarigacha 100% Akfa mahsulotlaridan bo'ldi. Mana rezinkadagi pechatlar. Bu tomonda delfinlari, xudo xolasa mana delfin ruchkalari hamma yo'q zich yopishgan. Tepalarigacha penalar sepib berdik. Bu yerda eski yog'och romlar bor ekan, shularni o'rniga qo'yib berdik qaytadan. Xo'p, bu tomonda esa bitta romimiz bo'lgan, eshik romlari. Xo'p, razmerlari 1.96 ga, balandligi 1.75 bo'lgan, 1.80 bo'lgan adashmasam. Xo'p, eshigimiz esa bu tomon 98 ga, 95 ga, balandligi 2.55 bo'lgan, 2.53 bo'lgan. Xo'p, akamiz ikki qanotli qilib berib o'ying dedilar. Bir qanotli qilsa ham bo'lardi. Akamiz ikki qanotli yoqar ekan, shuning uchun ikki qanotli qilib berdik. Bu tomonni kichkina qo'ygan hisobiga. Hop, paylar alkafon. Hop, bu yerimiz общий summasi 7.200.000 so'm bo'ldi. Hamma yo'g'ini olib kelib o'rnatib berishlari ichida bo'lgan holat. Petlilar hamma yo'g'i. Akfan o'zidan termo ruchkalari bilan. Penalari ham bu tomonlari atido. Romlarimiz ikkita ochilishi bor. Bu yer ko'proq havo aylanishi kerak ekan. Shuning uchun ikkitadan ochilish xotlarini qilib berdik. Petlilar hamma yo'q original holatda. Bu tomonda esa 11 lik patagonli tushgan. Sababi tagiga kichikroq ekan, shuning uchun kesib moslab berdik. 20 lik patagonlar. Xo'p, shu holatda bo'ldi. Kimga shunaqa eshik romlar kerak bo'lsa, bemalol o'zimizga murojaat qilaverasizlar. Ishlaringizni chiroyli, garantiyali qilib olib borib o'rnatib berish harakatini qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammaga kattakon rahmat.